sekin asta odamlarda muomala madaniyati yo'qolib boryapti. Birovning ko'ngliga qarab gapirish o'rniga og'ziga nima kelsa ayamasdan tatir-tatir qilib gapirishib tashlayapti. O'likning to'yi. Shunaqa to'yni eshitganmiz. Bir inson olamdan o'tibdi. Endi uni fotihasiga qadrdonlar kelgan. O'g'li kutib olibdi, yig'lab. Uyimning to'ri, ko'zimning nuri, otam olamdan o'tdi. Otamdan ayrilib qoldik deb yig'lab ko'rishibdi. Keyin bittasi yoniga kelib, otangiz nechiga kirgan edi desa, 85 ga kirgan edi. To'y ekan. Xafa bo'lishni keragi yo'q. Tepkilab ko'mish kerak edi dermish. Yana boshqa bittasi 91 yoshda olamdan o'tgan ekan. Uni qancha yoshda olamdan o'tdi deb so'rasa, 91 yoshda. O'tgan yili 90 yillik yubileyni qilgan edik deb o'g'li yig'lamsirab gapirsa, enasini ham haqqi qolmabdi. Qanday shunday qilib ko'msiz ham bo'laveradigan darajada bo'lib qolibdi. Hayronman. Axir u ota, u ona yoshi nechida bo'lishidan qat'iy nazar chiroyli qilib bandalik deb aytgan ma'qul emasmi? Hatto mening onam ham olamdan o'tganda necha yoshda olamdan o'tdi deb so'rasa 83 yoshda. Endi butun qayg'u onadan ayrilgan odamni hamma o'zi biladi desa, endi to'y ekanda, to'y. Bunaqa gaplarni gapirmaydi. Undan ko'ra ulug' yoshda ekan, biz ham mana shu yoshlarga kiraylik, Alloh rahmat qilsin desa qanday chiroyli bo'ladi, dalda bo'ladi. Uni o'rniga masxarabozlik qilishyapti. Axir biz o'zbekmiz. O'zbek bo'lgandan keyin insonning ko'ngliga qarab ish tuta bilish kerak. To'g'ri, inson endi masalan qarilar olamdan o'tsa, bitta qari o'lguncha yoshlar qanchasi o'lib ketyapti degan bemaza gaplarni gapiruvchilar ko'payib ketyapti. Endi bir o'ylab ko'ring, o'sha keksa odam 87, 95 ga kirgan bo'lsa-yu, bu yoqda 18, 25 ga kirgani olamdan o'tib turgan bo'lsa, o'sha qariyalarning aybi yo'q-ku. Endi peshonaga bitilgani. Shuning uchun yoshi kattalar olamdan o'tsa masxarabozlik qilmasdan, chiroyli qilib Alloh rahmat qilsin, joylari jannatda bo'lsin, ulug' yoshga biz ham yetaylik deb qo'ysangiz, shuning o'zi kifoya qiladi.